Tinchlikmi aka? Chaqirgan ekansiz? Sen nima? Pulga qiynalib yuribsanmi? Tushunmadim aka. Nima deganingiz bu? Nimaga otamdan telefon qilib pul so'raysan? Seni o'qitganlari, ishlaringga yordam berganlari yetmaydimi? Shunchalik pul kerak bo'lsa, nimaga mendan so'ramaysan? Nima qilasan otam pensiyalariga ko'z olaytirib? Aka, men pulga qiynalib qolganim yo'q. Topganimni oilamga, farzandlarimga sarflayapman. Xuddi dadam bir paytlari bizga sarflaganlaridek. Esizdami, o'sha paytda dadam oylik olishlarini kutib turardik. Biz uchun biror nima olib kelsalar, biz ularni eng boy, eng kuchli inson deb bilardik. Farzand otasini qanaqa deb bilsa, ota o'zini shunaqa his qilar ekan. Buni endi ota bo'lib tushunyapman. Ota farzandidan kelgan narsani asrab, noqulay bo'lib ishlatar ekan. Dadamdan pul so'rayotganim pulsiz qolganim uchun emas. Dadam hali ham biz uchun qudratli ekanliklarini his qilishlari uchun aka. Assalomu alaykum dada. Hamma gaplaringni eshitdim o'g'lim. Ulg'ayganingdan xursandman. Lekin o'sha men senga beradigan pullarni hammasini akangdan olganman-da. Nima?